Shu ko'zing chiroyli deb bo'yagan sari ochiladi. Sendeki hech kim chiroyli bo'yolmaydi. Menga qarang. Siz bilan gaplashib olishimiz kerak. Va alaykum assalom. Siz bilan gaplashadigan gapim yo'q. Shunaqami? Unda eshitib oling. Men sizga hech qanaqangi uy olib bermayman. Tushundingizmi? Nima? Nima? Nega olib bermas ekansiz? Olib berasiz. Erimni o'ldirib, bolamni yetim qildingizmi? Endi uy olib berasiz. Erim menga uy olib beraman deb va'da bergandi. Bekorlanyapsiz. Nuriddin ikki dunyoda ham sizga uy olib bermasdi. Siz bilan ajrashmoqchiligini aytib turgandi menga. Tuhmat qilmang. Men o'sha kuni uni yo'l bo'yi siz bilan telefonda urishib kelganini eshitgandim. Erkak bola, meni ayol kishining orqasiga yomonlab chiqmoqchimisiz? Qoyilman. Xullas. Nima deb o'ylaysiz o'ylavering. Men sizga uy olib bermayman, tushundingizmi? Olib berasiz. Olib bermay ko'ringchi. Sen jinni emasmisan? Hamid akaga uy oldirmoqchimisan? Ha, nima qilibdi? Olib beradi kerak bo'lgandan keyin. Bu noinsoflik axir Ra'no. Bo'ldi qilgan sen ham. Baribir olib bermaydi. Shunaqami? Unda ko'radi. Men unga ko'rsatib